Qo'rqinchli musiqa, vahimali ovoz va qarshingizda O'zbekistonning eng katta jinoyatchisi. Xira tasvirlarda uning stol atrofidagi 3-4 ta bolaga Qur'ondan dars berayotganini ko'rishingiz mumkin. Taqiqlangan adabiyotlar har doimgidek Muallimi Soni, Mabda'ul Qiroat va shunga o'xshash boshlang'ich arab tili kitoblari. Sezgan bo'lsangiz, so'nggi kunlarda kuch ishlatar tuzilmalarning Qur'ondan dars berayotganlarni ovlash marosimlari yanada ko'paydi. Yosh avlodga axloqsizlik, qimor, ichkilikbozlikni emas, aksincha go'zal axloq, yurt va millat g'amida yashashni o'rgatayotganlarga qaratilgan reydlar avjiga chiqmoqda. Misol uchun, joriy yilning 7-iyul kuni Namanganda 27 nafar voyaga yetmagan bolaga noqonuniy diniy ta'lim bergan erkak ushlangani haqida xabar tarqaldi. Diniy bilim olsa nimasi yomon? Bo'lmasa qonuniysini yo'lga qo'yinglar. Bolalarimiz diniy bilim olsin. Sizlar piva festivali tashkilotchilarini jazolanglar deb yozadi. Bu haqda video xabar ostida Sardorbek nickname'li yurtdoshimiz. Aslida piva festivalida mast alas yalang'och yurganlar jinoyatchi emasmi deb yozadi Omina ismli tarmoq foydalanuvchisi. Men ham matematikadan noqonuniy ta'lim olganman. Bizga ham jazo bormi deb yozadi Alijon Muhammad Solih kinoya bilan. Aksariyat vatandoshlarimizning fikrlarini kuzatsangiz, yosh avlodga Qur'onni o'rgatayotganlarning jazolanishiga, ulardan sun'iy jinoyatchilar yasalayotganidan norozi ekaniga guvoh bo'lasiz. Bizning qo'shtirnoq ichidagi demokrat rahbarlarimiz uchun esa xalq fikri qiziq emasdek go'yo. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa o'rinli savol bermoqda. Nega piva yoki pena festivallari uyushtirib voyaga yetmaganlarni turli xil mast qiluvchi ichimliklar va tabletka ko'rinishidagi psixotrop moddalarga qaram qilayotganlar jazolanmaydi? Ularning o'rniga bolalarimizga axloq va dinu diyonatdan dars berayotganlar ta'qib qilinmoqda. Bu kabi fidoyi ustozlar olayotgan arzimas $100 Ichki ishlar vazirligining uyqusini o'chiryapti-yu, lekin xalqning milliardlab pullarini o'marayotgan amaldorlar bilan hech kimning ishi yo'q. Oldinroq O'zbekiston hukumatining diniy ta'lim berayotganlarga qarshi hech qanday mezonga to'g'ri kelmaydigan reydlari xalqaro nashrlarning ham e'tiborini tortgan edi. Poytaxtimiz Toshkentda bolalarga Qur'oni Karimdan dars bergan er-xotinning qo'lga olinishi keng muhokama qilindi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ta'lim berilgan xonadonni hujra deb atab yolg'on xabar tarqatishyapti. Maqsad vaziyatga jinoiy tus berish, hukumatning islomiy ta'limga qarshi kurashni hasb-ushlashtir deyiladi bu kabi xabarlarda. Aslida o'zini musulmon hisoblaydigan har bir kishi atrofimizda yuz berayotgan voqealarga jim qarab turmasligi, zulm va munkar ishlarga qarshiligini ifoda etishi joiz. Holbuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: sizlardan kimki bir munkar ishni ko'rsa, qo'li bilan o'zgartirsin. Agarda bunga qodir bo'lmasa, tili bilan o'zgartirsin. Bunga ham qodir bo'lmasa, qalbi bilan inkor qilsin. Ana o'sha iymonning eng zaifidir. Imom Muslim va Imom Ahmad rivoyatlari. So'nggi paytlarda jamoatchilik e'tiborini Qur'ondan dars berayotgan oddiy bir musulmonga va uning cho'ntagidagi arzimas mablag'iga qaratayotganlar aslida boshqa narsani ko'zlamoqda. Ular shu yo'l bilan xalq yelkasiga ulkan qarzlar yuklab, bor budin ishlayotgan hamda qimor, fahsh va ichkilikbozlik targ'ibotiga bosh-qosh bo'layotgan amaldorlarning mudhish jinoyatlarini unuttirishmoqchi. Afsuski, jamoatchilik fikri, noroziligi yoki tanqidlari vaziyatni o'zgartirmayapti. Aksincha, endilikda dindorlarni yomonotlik qilishga qaratilgan propagandalarga uchmagan ota-onalarni ham jazolash amaliyoti keng yo'lga qo'yilmoqda. Kuni kecha tarqalgan quyidagi xabarlar ham so'zimizning dalili bo'la oladi. Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida noqonuniy diniy saboq berish holatlari aniqlandi deyiladi bu haqdagi xabarlarda. Aslida yosh avlodga Qur'oni Karimni o'rgatish, ularni o'z dini, axloqi va qadriyatlari bilan tanishtirish jinoyat emas. Ammo O'zbekiston davlat OAVlari, IIV yoki DXX matbuot xizmatlari bunday holatlarni vahimali musiqa va qo'rqinchli tasvirlar orqali go'yo og'ir jinoyat fosh etilgandek taqdim etmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston musulmonlar idorasiga qarashli atiga 4 ta oliy va 10 ta o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi mavjud. Ularda ham o'quvchilar cheklangan miqdorda qabul qilinishi sir emas. Qonuniy va hamma uchun ochiq diniy ta'lim imkoniyatlari yetarli bo'lmagan sharoitda ayrim ota-onalar farzandlarini rasmiylar noqonuniy diniy hujra deb ataydigan joylarga berishga majbur bo'lmoqda. Muammoning oqibati bilan kurashishdan oldin uning sababini ko'rish lozim. Talab bor, ammo qonuniy taklif yetarli emas. Birgina qo'shnimiz Afg'onistonda 15 mingdan ziyod madrasa bor ekan. Bu yog'ini endi taqqoslayvering.
Instagram ijtimoiy tarmog'ida Umurzak of Ahi nickname'li yurtdoshimiz shunday izoh yozadi. O'zbekiston musulmonlar uchun emas, salkam 40 million aholining 33 millioni musulmon bo'lsa-da, atiga 14 ta. Yana demokratik davlatmiz deb jar solishadi. Qayerda o'rgansin dinini? Kimdandir o'rganay desa, hujra aniqlandi, noqonuniy ta'lim berganlar ushlandi degan xabarlar fonida vahimali musiqa bilan e'lon qilinadi. Lekin hali ham O'zbekistonda kommunizm g'oyasi bilan yashashyapti. USCIRF ma'lumotlariga ko'ra 2024-yilning o'zida O'zbekistonda diniy faoliyat bilan bog'liq 1250 dan ortiq ma'muriy jazo qo'llanilgan. Bu esa ochiq zulm va dinga qarshi siyosatdan boshqa narsa emas. Bu haqda avvalroq o'zbek ziyolisi Nurulloh Muhammad Raufxon shunday degan edi. Keyinchalik bir qonun chiqdimi yo bir yo'l-yo'riq ko'rsatma berildimi, men xabarim bo'lmay qoldi, lekin bu gap aylanib qoldi. 18 yoshgacha yetmaguncha diniy ta'lim berish, biron bir dinga targ'ib qilish yoki ta'lim berish mumkin emas. Bu diniy ta'limni bermadi degani, ayniqsa oilada agar berilmasa, u odob axloqni o'rganmadi degani. Bu ko'p jihatdan juda ham kulgili va keyin mantiqsiz bir talab bu. 18 yoshgacha diniy ta'lim berilmasin. Sirtdan qaraganingizda to'g'riga o'xshaydi. Endi ahli kirib o'zi tanlab olsin deyapti-da, yo dinda yo dinsizlikda deb aytishadi. Lekin bu juda ham o'ta mantiqsiz. Birinchidan, bolani tarbiyasi bizda ota-bobolarimiz aytishi bo'yicha hatto onani qornidayoq boshlanishi kerak. Bu diniy ta'lim berilmasin degani, tarbiya berilmasin degani. Buning muqobilida esa hindularga mumkin, musulmonlarga yo'qmi nomli ko'rsatuvimizda tahlil qilganimizdek, O'zbekistonda nasroniylarning farzandlari diniy seminariyalarda ta'lim olishi, cherkovlarda diniy ekspertizadan o'tkazilmagan diniy adabiyotlarni o'qishi, hinduiylarni o'zlari uchun harom bo'lgan mol go'shti sotilmaydigan restoranlar ochishi, yahudiylarning soqol qo'yishi, niqoblarda yurishi mumkin. Bitta sirni ochayin, shu bu kunlar kitobini asosan o'sha yozuvchilar uyushmasini Do'rmondagi dachalarida o'tirib yozganman. Bir kuni yahudiycha boshlarga kiyinganda o'smirlar guruhi keldi. Darslar o'tyapti. Xuddiki bir ko'chma madrasa ochib olgan ular. Bu ikkinchi marta bo'lishi ekan. Men so'radim. Birinchi marta emas ekan. Kimga qiziqdim, nima qilyapti bular desam, ha shular dars qiladi bu yerda, dinni o'rgatadi. Va bu hayron bo'lmaslikning iloji ham yo'q. Sababi siyosat o'laroq islom diniga tazyiq ekanda, demak islom diniga bu qadar erkinlik berilmagan. Men hayron bo'ldim. Men bu narsaga befarq o'tira olmayman, befarq qarab o'tira olmayman. Zudlik bilan diniy qo'mitaga telefon qildim. Men aytdimki, biz bolalar diniy ta'lim ola olmaydi dedim. Diniy ta'limga yo'l yo'q dedim. Yozuvchilardan dala hovlisiga joy olib, bemalol diniy ta'lim olayotgani mumkin ekan-ku, nega bu yoqqa mumkin emas? Nega islom bolalarni islom diniga o'rgata olmaymiz shunaqa qilib dedim. Albatta diniy qo'mita bu gapimga ta'sir qildi shekilli. Odam yuborishdi. Keskin bir narsa chora ko'risha olmadi. Meni ko'zimda o'ngida bo'ldi bu narsa. Demak, nafaqat yahudiylarga, nasroniylarga ham erkinlik bor edi. Bizda musulmon bolalariga bunday tarzda diniy ta'lim bera olmasligimiz meni o'ksitgan edi o'shanda. Afsuski vaziyat hali ham o'zgarmagan. Musulmonlar diyorida yahudi, nasroniy yoki buddistning bolasi hech qanday to'siqsiz diniy ta'lim olishi mumkin. Musulmonga kelganda esa turli xil taqiqlar qo'yilgan. Xo'sh, nega islomofoblar yoshlarning diniy ta'lim olishiga qarshilik qilishadi? Chunki Qur'on va hadisni o'rgangan inson o'zligini anglaydi, haq bilan nohaqni ajratadi, fikrlaydi va o'z haq-huquqlarini talab qiladi. Bunday insonni aldash, boshqarish yoki boshqalarga qaram qilib qo'yish oson emas. Shuning uchun ham bosqinchilar va ularning malaylari e'tiqodli, ilmli va islomiy qarashga ega avlodni istamaydi. Musulmonlar esa har qanday qiyinchilik, bosim yoki zulmga duch kelganda ham dinida sobit qadam bo'lishi uchun ilmli bo'lishi lozim. Agar farzandlarimiz o'z yurtida o'z dinini mukammal o'rgansa, ularni turli yot g'oyalar, bosimlar yoki vasvasalar yo'ldan ozdira olmaydi. Shuning uchun farzandlarimizning to'g'ri diniy ilm olishlariga har birimiz mas'ulmiz. Islomiy mafkurani esa boshqa hech qanday yolg'on g'oya yenga olmaydi. Xulosa o'rnida esa shuni aytishimiz mumkin. Bugun yurtimizda Qashqadaryoda 4 kishi 14 yoshli qizni zo'rladi. Surxondaryoda inspektor voyaga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqa qildi kabi xabarlar xotirjam e'lon qilinishi mumkin. Ammo bolalarga Nurul Qur'ondan dars berganlar haqidagi xabarlar olamni buzadi.
Bu esa boshimizda turgan kimlardir uchun islomdan saboq berish eng katta jinoyat hisoblanishini anglatadi. Qolgani esa arzimas erkaliklar. Ko'rsatuvimizni esa muhim bir hadis bilan yakunlamoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganingizdir. Imom Buxoriy rivoyati.